Kimni hayoti eng ko'p sinaydi, bilasizmi? Na qizlarni, na qaynonani. Hayot eng ko'p sinaydigan inson bu kelin. Kelinlik davri. Nega ayollar o'g'illarini uylantirgach, hayotlariga xuddi raqibdosh kelgandek o'zlarini tutishadi? Nega bizda qaynona kelin mavzusi doim avjida yuradi? Nega qaynona kelin so'zlari ikki ayol birdamligi deb tilga olinmaydi? Bolaligimda mahallamizda bir ayol bo'lardi. Shu qadar keliniga zulm qilardiki, hamma qo'shnilar gapirardi. U tetik, shijoatli, kuchga to'la, navqiron ayol edi. Lekin taqdir bir tekis emas, unga yaratgan kuchli dard berdi. Turmushga chiqqan qizlari ham o'z hayotlari bilan ketishdi va kasal qaynonaning kuni bir umr zulm qilgan keliniga qoldi. Har safar u ayoldan xabar olgani chiqqanimizda yum yig'lardi. Kuchga to'lgan paytimiz Xudoyim bizga hukmdorlik berarkan, lekin har doim ham bu kuchimiz omonatligini esimizdan chiqarib qo'yarkanmiz. Shuning uchun qariganimizda ham Xudoyim o'zingdan boshqaga muhtoj qilmagan. Hamma tana a'zoyimiz o'zimizga xizmat qilsin deb so'rashimiz kerak ekan, bolam, degandilar. Va ko'pchilik mahalladagilar bu ayol yoshligida ko'p zulm qildi-de, qariganda nima bo'lishini o'ylamadi deb takror va takror aytishardi. Qancha ayollar qizim menga yaqinroq, u kelindan yaxshiroq, u yaxshi biladi deyshadi, lekin chiqqan qiz chig'iriqdan tashqari derdilar bu. Og'ir kunlarda issiq ovqat beradigan, kuchingiz kamayganda dorilarni beradigan, qo'lingizdan ushlaydigan, kerak bo'lsa cho'miltirib parvarish qiladigan qizlar bu kelinlar ekan. Hissadan hissa sog'lom va kuchli paytimiz kuchsizlarning ustidan hukmdorlik qilishga emas, balki ular bilan birdamlikka, ular bilan uzoq vaqtli ittifoq qilishga harakat qilsak, ikki taraf uchun ham xayrli bo'ladi. Nima dedinglar? Fikringlarni kommentariyada yozinglar.